Hurmatli Refar kuzatuvchilari, Frunskiy massivdan uy so'ragan xaridorlarimiz talablariga binoan bitta shunaqasidan topib qo'ydik. Humo klinikaga yaqinda joylashgan 4 qavatli domlarda birinchi qavatda joylashgan 3 xonali kvartirani sizlarga tanishtirib o'taman. 3 xona 4 xona qilsa bo'ladi. Xo'p, bu ko'rib turganimiz zal qismi kosmetik holatda. Xo'p, bu tarafda esa verandasi joylashgan. Oshxonani bu yerga ko'chirib 4 xona qilish imkoniyati mavjud. Tashqi romlar akfadan qilingan, panjara ham o'rnatib qo'yilgan. Bu tarafimizda esa kattalar yotoqxonasi. Ko'rishingiz mumkin. Bu tarafda oshxona joylashgan. Oshxonani verandaga ko'chirib 4 xona qilish imkoniyati mavjud. Oshxona jihozlari qoldiriladi. Kotyol o'rnatilgan, uyda isitish tizimi bor. Va bu tarafda yana bir mehmonxona qilib qo'yishgan ekan. Ko'rishingiz mumkin, bu yer remontli holatda. Bu tarafda ham tashqi panjaralar o'rnatilgan. Bu tarafda esa tashqi chiqish eshigi. Va bu tarafda esa sanuzel joylashgan, ariston olingan, oyoqdagi devorlar kafel urilgan. Do'stlar, uyni qisqacha tanishtirib o'tdik. 3 xonali, 4 xona qilish imkoniyati mavjud. Umumiy foydali maydoni 65 kvadrat tashkil qiladi. Egalari tomonidan 30 ming dollar deb baholanyapti. Albatta kami bor. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, uy egasi bilan savdolash imkoniyati mavjud. Ushbu uy va shunga o'xshash ko'plab uylar haqida batafsil ma'lumot olish uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Telegram kanalimiz manzili opisaniyada. Refar siz izlayotgan uylar shu yerda.